Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizda yana bir Jetta X70 Plus eng full pozitsiyasi sotuvga qo'yildi. Avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza, hech qanday petno yoki boshqa bir zarar yetgan joyi yo'q. 4 ta balon a'lo darajada, sifati yaxshi. Hop, 52.700 km yurgan. Balonlar holati yaxshi. Motorga kulish tegmagan. Narxi $21,000 narx qo'yildi. Albatta kelishilgan narxda sotiladi. Mashinaning salonini ko'rishingiz mumkin. Qo'lchi xo'rlar chiroyli qilib bezatilgan. Mashinamiz 7 kishilik. Mashinamiz hech qanday chiqimi yo'q. Olasiz, bilasiz. Raqam qoldiramiz. Bemalol savdolashib xarid qilishingiz mumkin.